Musa alayhissalom yangi payg'ambar bo'lib, Alloh bir mo'jiza asoni berib, o'sha mo'jiza bo'lgan aso bilan ketayotsalar, yo'lida bir zot ko'rindi. Odam desa unday odamga ham uncha o'xshamaydi. Siz kimsiz dedi Musa alayhissalom. Men azozilman avvalgi, hozirda mal'unga aylangan shaytonman. Oldimdan kessin deb Musa alayhissalom asoni ko'rsatuvdilar, shayton kuldi. Ey Musa, men aytyapman-ku, azozil edim, shaytonman deb. Men bu asodan qo'rqmayman. Jannat va do'zaxni ko'rgan shaytonman. Allohning eng yaqin suyukli bandalaridan bo'lgan, behisob farishtalarning ustozi bo'lgan shaytonman. Men faqat qalbi sof odamdan qo'rqaman. Qalbi sof odam duosi tez mustajob bo'ladi. Agar 1000 ta odamning ichida bir qalbi sof bo'lmasa, 1000 tasini bir pasda adashtiraman. 100 tami, 10 tami shuni ichida